Videomizda biza yigitlar 9 uslubda qiynab, asabini buzishga harakat qilamiz. Demak, birinchi usulda biz konga tushib, ya'ni izminutlar ular yaxshi ko'rishgan izminutlar hammasini olib biza TNTli izminutga almashtirib chiqamiz. Hammasini albatta shunday izminutlarga almashtirib qo'yamiz. Demak, biza hamma kondagi izminutlarni shunday qilib chiqamiz va ularning kelishini kutamiz. Xo'p. Biz ham bir ko'raylik bag'ridan konda izminutlar bormikan? Izminut bor ekan, qani qayta. Demak, biz birinchi rejamizni amalga oshirib va qolgan rejalarga ham o'tamiz. Hay, direktorning shuyoq nima qilyapsan? Voy, mana kim bo'ldi? Katta kunga kardesh. Oh, bechora qizni hayotiga zomin bo'lding. Sitil, sen mendan ko'rasan, hali seni ko'p azoblayman, seni va do'stlaringni. Biz mana shu yoqqa tushishimiz kerak. Xo'p, bu yoqda qanday? Bu yoqda to'g'ri instrumentlar bor va biz loy orqali tepadan chiqishimiz mumkin bo'ladi. Biz ko'proq loyda olamiz. Hoy, bu yoqda nima qilyapsan? Tez vaqtdan jo'nab qolchi. Baytda turishing yo'qol baytdan vafsh. Abi izminutlarni olaman, ko'rasizlar. Hech qanday izminutlar ololmaysan, bag'dan tur yo'qol vafshim. Izminutlar ololmaysan dedim, ha mendan ko'radi. Xo'p, biz blokka oldi, endi sekin asta sindirar ekanmiz. Sindirib bo'lmayapti. Obbo! Yo'q. Baytdan tez surib qolchi, nima qilyapsan? Demak, bularni sindirib bo'lmasa ekan, sindirib bo'lmasa demak, biza boshqa usullarni ham sinab ko'ramiz. Xo'p, anayoqda nimadir bor-da, izminutga o'xshatib yuboribman o'la. Xo'p, bular yaxshiroq aynan teparoqdan chiqamiz, ya'ni teparoqdan tomdan temir bor. O'sha temir orqali qazib ketamiz. Xo'p, direkon ichida yo'g'ib qolish yo'qdan nimadir qo'yapsan? Xo'p, endi yetib qoldik, ozgina qoldi, ular sezmay tursa bo'ldi. Mana chiqdi. Xo'p, temirni buzamiz. Mana tushdi. Endi biz ularni albatta qiynaymiz. Bularni hammasini shilib olamiz. Bo'ldi, bu ish amalga oshirildi. Bu yerga loy qo'yib ketamiz. Yo'q, izminutlarimiz qani direkon eshitib. Nemsa yana bitta yetildan sabini buzdik va keyingi yetilimizga o'tamiz. Hop, 3-yetimizga biz nima qilamiz? Yaxshilab ko'rib olinglar. Hop, bakka yetil. Nima qilyapsan bag'da? Yana zakonga tushib olamiz va temir olamiz. U yordamida biz qaychi yasaymiz. Oddiy emas, sehrlangan qaychi. U orqali nima qilamiz? Ya'ni yetilni bundan qirib olamiz. Oddiy qaychi bilan qirib bo'lmaydi, sehrlangan bilan qirib qilsa bo'ladi. Xo'p, biz temir eritamiz va temir orqali oddiy qaychi yasab olamiz. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, bu bilan qaychi bilan bo'lmaydi. Drakonis yo'qol vafshim, baytdan tur yo'qol so'rib kabi. Onasini esim aytdim, u qirqib bo'lmaydi deb. Shuning uchun biz sehrlaymiz. Sehrlaydigan joyi bor edi. Xo'p, bu yoqda kitob bor edi. Kitob orqali biz sehrlab olamiz. Qaychini qo'yamiz. Suvda xo'p 2 daraja bo'laveradi. Bo'pti, xo'p. Biz mana qaychini ham sehrlab oldik va qishloq suv ham bor. Yo'q, bundim qani mana. Keyingi rejaga ko'ra biz go'limlarni zombiga aylantiramiz. Chunki bilasizlarki, ular qishloqlarni himoyalaydi va bunga xalaqit berishimiz kerak. Mana bu yoqda zombilar go'limlarga qarshi urushadi. Agar ularni birlashtirib qo'ysak nimalar bo'ladi? Ya'ni qishloqlar, ya'ni yetillar qanday holga tushadi? Bularni hozirda sinab ko'rishim kerak. Mana ular yo'qib tashlay, men o'ldirib qo'yaman. Mana bo'ldi, biz zombi go'limni yaratdik. Juda ham ajoyib chiqibdi, lekin bor-u zo'r. Buni ko'rish yetil albatta qo'rqib ketadi. Yo'q, direkon ish qilgan ishida qayda zombi go'lim bu nimasi bo'ldi? Voy, onasi yo'q. Iltimos Yana bitta yetil qiynaydi va keyingi bosqichga o'tamiz. Bu orqali biz qo'limning damlama orqali ularga sepamiz. Bu damlama kichraytirish qobiliyatiga ega bo'ladi. Hozir ham ko'ramiz sizlar bilan birga. Demak, yaqinroq boramiz, yana ham yaqinroq otamiz. Xo'p, mana bitta shigina. Ilchalar. yo'q, bizga nima bo'ldi o'zi direkon sen nima? Bitta yetilda asabini ham buzib kichraytirib oldik. Ular shunchalik mitti zo'rg'a ko'rinadi. Shunaqalar ezib tashlagim kelib ketyapti. Men ustingga. Direkon meni charcha qilib qo'yding-ku. Direkon men seni uyini olmaslarda olib chiqdim va yo'q o'rdim va battar bo'l. Yo'q, yetil, bakka sen nima shuncha qilgan mehnatimni nima qaytaga Battar bo'l. Sen hali mendan ko'rasan, keyin qiynaydigan yetilmi albatta sen bo'lasan. Xo'p, demak, bu yoqda men ataylab qamoqxona qildim va oddiy emas, bedroqdan bu yoqdan hech qaysi yetil chiqolmaydi. Oxirigacha ko'ringlar va yetilni olib kelaman. Xo'p, qani o'sha zo'tay yetil bo'lmagan, yetildan tarqagan yetil. Mana kelgan sen. Qaysi birini demang, buni asabim buzib turgan ma'nomida umidi. Xo'p, talaymiz, bo'pti. Bakka, qochmalarni ham ushlab olaman. Mana qani bir ushlaylik. Ketdi. Senga sovg'am bor. Mana shu yerga. Direkon ish qo'yib ol, iltimos meni qo'yib ol. Iltimos, ay ko'p yashashim kerak. Yo'q, iltimos. Yo'q. Hop, men tezroq qochib ketishim kerak. Ona sensin. Bari seni ham tutaman, qo'rqma. Keyingilarga ushlab turaman seni albatta. Xo'p, biz demak buni nima qilamiz? Qo'limni lavalar bilan quyib qiynaymiz. Battar bo'lmas senga.
Yo'q, qo'yma, iltimos. Hadi bir burchaga qo'yib chiqaman. Qo'rqma, qochib ketolmaysan mendan. Hali ko'pgina lavalarim bor. Xo'p. Ana qochib ketishini qaranglar, turib hali xo'p. Ko'proq lava olib qo'yganman. Qo'rqma, mana burchaga ham qo'yib qo'yasan mana senga. Mana bu burchaga ham qayoqqa qochasan endi qochadiganingni. Bu o'rtaga ham qo'yamiz. Hop, yana manikiga ham qo'yamiz. O'nikiga bitta qo'yib qo'ysak mana. Qo'ydik, battar bo'ldi. Xo'p. Shunaqa lava bo'ldim. Ustimga bo'g'im tushmaydi, battar. Bu shital asabimni buzib qo'ydi-yu. Endi bak kelgan hop biz lavali joyga borishimiz kerak. Birinchi o'rinni to'ldirib olaylik. Hamma lavalarni olib chiqamiz, jichcha ham qolmasin. Hop, mana barcha lavani olib chiqdi. Endi nima qilamiz? Beton qo'yib olib, har bir tarafga quyib chiqamiz. Endi o'lmasam men Iltimos, qayerga qochaman? Voydod, ustimga quyma. Kallim bormi o'zi? Voydod, o'laman. keyingi shitimizdan qiynadi va qolgan 4 ta shitilni qiynash qoldi. Bu 7-inchisi hisoblanadi. Demak, men rejamga ko'ra men ular orqali tumonaq qilib chizib olaman. Ya'ni tumonaq chiziq bo'ladi-yu. Xuddi o'shanaqa qilib chizib olishim kerak va buni ichiga izminutlar solib qo'yaman. Izminut albatta liboy shitil kerak, chunki hamma izminutni yaxshi ko'radi. Mana ko'rishingiz mumkin va bu yerda to'liq olib bekitib qo'yish rejam bor hisoblanadi. Xo'p, mana men qo'yib qo'ysak, bag'da nima deb yoziladi? Sirki, rukluki o'qishni ham yirtib oldim. Xullas o'shanaqa qilib yozamiz va biz bu yoqda bosishimiz bilan yon atroflarga chiqarmaydigan to'siqlar, ko'rinmas to'siqlar bo'ladi va bu yoqda hamma tarafini izminut bilan qoplaymiz. Xo'p, endi sekin bir joyga to'planib, mana shu yerda turamiz. Bu yoqda izminut bormi? Ana, endi men kirib olaman. Hech narsa yo'qmi? Qaytisa bilan kirdi. Men boyman, korotchi. Men boyvachchaman. Xullas, men ketdim. Nima chiqmayapti? Nima bo'lmayapti? Battar bo'l, tuzoqqa ilindingmi baba? Shitil seni ham bo'g'da chiqarasan endi bag'dan. Meni qo'yib yuboring. Chiqarmaysan, nima to'g'ri ekan ekan o'ldi. Xo'p, keyin qolgan 3 ta shitil ham qoldi. Bu yoqda men nima qilaman? Ya'ni ba'zi qilaman, ya'ni chatishtiradigan narsa qilaman. Shitil bilan to'g'ri ruhini almashtirib qo'ysa qanaqa bo'ladi? O'zlaring o'ylab ko'ringlar-chi. Ishonib olinglar, mazza bo'ladi-da. Bu yoqda ham yana bitta quramiz. Hop. Ajoyib chiqadi. Ularni ruhini almashtirib qo'ysa juda ham kulgili bo'lsa kerak. Bu yoqdan ruhni almashtiradigan qurlar endi qo'yib chiqamiz. Har bir noto'g'ri qo'ymaslik kerak ish qilib. Bu yoqda esa restonni ulab chiqamiz. Restonni ulab, to'g'risidan ruchka mana shunaqa tugmachani qo'yib qo'yamiz-da. Xo'p, endi to'g'ri topishim kerak. Mana to'g'ri chekker, kebakka. Xo'p, ichiga kir deyapman. Ana uni chiqib qo'ygan. Kir deyapman senga, so'tak. Kir deyapman, ana. Sen endi shitil tanasiga o'tasan, qo'rqma. Endi shitil topishim kerak. Telefonni hech kim meni ko'rmayaptimikan? U meni lo'q deb o'yladi, ko'rmayapman o'to. Bakka shitil, ana quchog'imga. Sen o'qigan kitobda men yozganman, korotchi. Xullas, mana shitilni ham ushlab oldi. Endi buni ham mashiga tiqib qo'yamiz. Endi ularning ruhini almashtiramiz. Qanday mazzaga ana bo'lmasam, qani bir ko'raylik-chi. Hop, to'g'ridan boshlaymiz. Ya'ni shitilimizdan boshlaylik. Derakoni shunaqa qilganing bu, meni to'qqa aylantirib qo'yding. O'ylabsanmi to'qmi? Shitilimizni ham ko'raylik. Tuxum tug'yaptimi? Voy, onasini. Balki go'sht. Xo'p, bizlar keyingi ikkita shitilimiz qoldi. Ularni ham azoblaymiz. Qo'limdagi narsalar ko'rib turgan bo'lsalar, eng odatiy narsalar. Ya'ni bu orqali meteorit keladi. Bu meteorit chaqirsa bo'ladi. Qishloqda xullas portlatib yuboramiz, yo'qib tashlaymiz qishloqda. Meni qishlog'im bo'lsa, Uzunjon kuydirib qurmaganman. Mana shu yerga qo'yib chiqsa, endi yoqamiz. Yoqsa meteorit tushish kerak edi, adashmasam. Modda mana shunaqa edi, xullas. Sal chekkaroq qo'yib turishimiz kerak bo'ladi, chunki meteorit onasini yemsa, meteorit tepamdami? Mana qoch ustimga tushmasin, yana o'zim pachaq bo'lib ketaman, uzoqroqqa qochishim kerak men. Xo'p, juda chiroyli. Bam! Bundan chiroylisi yo'q. Bir donaga shitilimiz qoldi. Xo'p, oxirgisi va biz bu yoqdan shitilni maydalaymiz. Mana shunaqa qilib chalpiga qo'yishimiz kerak. Mana shu yerdan tushiradi va chalpiga qilib tashlaymiz. Ajoyib tarzda bo'ladi. Hop, mana qurilmalar ham ishlayapti degan umiddaman. Shitil topish qoldi xolos bizga. Xo'p, endi shitilni qayerdan topaman ekan? Yashirinib yurgandi. Xo'p, mana shu yoqdan kimdir bor deydi. Men kimdir gapirgandek bo'ldi-da. Shitilmi? Zo'rg'a yashirinib shekilga olib topolmadim. Yo'q, iltimos. Battar u baba tutdim, qo'limga tushasan baba.
Menda senga ajoyib sovg'am bor. Mana shu yerga tushib olsang, judayam ajoyib tarzda bo'ladi. Mana davom etaver. Endi biza uni nima bo'lishini ko'ramiz, kuzatamiz. Bungacha like bosib qo'yib, obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Xo'p, tezroq bo'lsangchi, mincha sekin ana bo'lsin. Gilam, yangi gilam. Mana sizlarga gilam kerakmi? Juda ajoyib gilam bo'libdi. Qaranglar, turishini qaranglar. Og'zi katta, ochiq gilam bor menda. O'sha yergacha tugay, keyingi qismiga 30 ta like dan keyin davom etiladi.